Bu video diqqat bilan ko'ringlar-da. To'g'ri tushun. Iltimos kechiring de, mas Oyoqni kechirmasa terib ketmaysan sen. Tuzala. Ha, yaqinroq turing-da siz. Kino olishyapsan. O'sha oyog'ini. Kechiring de. Xullas bu voqea Andijonda Asaka degan joyda bo'libdi. 3-4 ta qiz to'planib olib, bitta qizda samosud qilyapti. Endi nima bo'lgan desanglar, yigit talashishgan bular. U yigit talashgani mayli, kamiga harga jabrlanuvchi qizni telefon, tilla, pilla, xullas pul-mul hamma yo'g'ini tortib qo'yishgan. Bu ham yetmaganda video syomka qilib internetga tarqatib, bu qizni sharmanda qilishgan. Неужели bularni xayoliga kelmayapti, ertaga o'zlari sharmanda bo'lishi? Chunki bo'ldi, уже все. Bittasini sharmanda qilaman dedi, sharmanda qildi, ertaga o'zlari bittama-bitta sharmanda bo'lishadi. Nimaga? Chunki ertaga hammasini bittama-bitta kechirim so'rab chiqqan videosini ko'ramiz. Bu adashmasam video tarqalganiga endi 5-6 soat bo'ldi. Ertaga uni ham ko'ramiz.